Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadirli Facebook qarindoshlar, hammalarningki juma kuniga juma bayrami muborak bo'lsin. Tunigan men payshanba kuni ekan juma deb tunigan jumalik salomni tunigan bir etibdiman. Shunda bo'lsa-ma, bugun yana qaytadan yuz ko'rishga Alloh nasib qilibdi. Juma muborak deyish to'g'rimi xatomi, bu bidatmi, halolmi harommi deb so'g'alli borkan, uningga fatvanimi berganli borkan, Saudiya Arabistondan degandek-chu. Shu juma muborak juma kuni musulmonlarni birga yig'iladiganga farz qilib berdi. Sur jumani o'qisanglar boshqa surlarni o'qisanglar bilasizlar. Bir-birimiz bilan ko'rishadigan, muboraklashadigan, bereket tilaydigan bir ish hamda shu. Şu cuma mübarek deganga yig'ilishimiz, shu juma kunimiz muborak bo'lsin, qilgan duolaringiz ijobat bo'lsin deganga. Shuna shu tariqada men hamda emasligini, shu juma muborak desak yaxshi bo'lganligini ta'kidlash uchun men salomnoma bir kun burun bir etibdiman. Bugun endi juma kuningizga muborak bo'lsin qarindoshlar. Sure tüngen Sure Leyl'ninki nazil buluş nimisini kürep ötkendik. Kitap degenden kin Kur'an Surelerinin kimliki degen bu kitap. Bu kitapninki emi şeklim ba, PDF şekli. Android telefonlar için Kur'an app şeklimin ba. Kur'an'ınki sure ayetlerini görəliysizlər. Üstüge qarasanlar kimlikini şeyde okuyalıysizlər. Mesela hazır açılan bolsaq Sure Kadir'ninki kimlikini bir adamı okuyalıysizlər degan gap. Ben köp məzmun yo'q. Şonlarsa bugün qısqagana qilib birga o'rganib qarindoshlar. Soruğallar oldu tüngen bu şu sure bu kitapның ben ihtiyacı his qildim deb şu hemimiz ihtiyaclı his qilyapmiz. Şonlaşqa bu kitapni birga o'qiyapmiz. Tüngen sure Fajrni ko'rib ekanmiz. Bugun sure Qadr suresini Kadir suresini körep ütümüz qarindoshlar. Sure birinci ayette tilg'angan qadar, qimmat, o'lcham ma'nosi bildirgan qadr kalimasi bilan atalgan. Shubhasizki biz uni Qur'onni qadr qimmat kechasida nozil qilishga boshladik. Qadr bir narsaning miqdorini, qimmatini ve neticesini bildirdi. Bu surenin ismi olan Kadir, Kur'an nazil buluşqa başlagan mezkur keçiga qo'shgan qadr qimmatni ima qilmoqda. Bu ma'no mezkur surede nihayeti ro'shan holda ifodalangan. Ming oydan ortiq kecha, ya'ni bir umrga teng keladigan kecha. Mahmud Kara degan qarindoshimiz Avustralya'dan tinşavatipti. Allah senden razı olsun adaş. Birge ögünüş sepimize katılganlıqın üçün. Rahmet okumakçı olgan belkim okup olgansa cümlelerini Allah kabul kılsın dualarını. Kadir degen qanday narsa ekan, bir narsaning miqdorini, qimmatini va natijasini bildirdi. Bir surening ismi bo'lgan Qadr, Qur'on bu surening ismi bo'lgan Qadr, Qur'on nozil bo'lishga boshlagan mazkur kechiga qo'shgan qadr qimmatni ima qilmoqda. Bu ma'no mazkur surada nihoyatda ro'shan holda ifodalangan. Ming oydan ortiq kecha, ya'ni bir umrga teng keladigan kecha. Sure barliq mushaf tefsir ve hadislerde bu isimle atalgan. Mushaf degani
Ama Uygurca'da men onca köp uçratmagan, Arapçada köp nima qildi ekan. Mushaf ne elbetdan deydi mesela Arap. Mesela Mekke'de yoki bo'lmasa Madinada bir masjid kelsanlar, mushafni elbetdan deydi. Qur'onni elbetdan demaydi. Mushaf mana işte anlaganda endi. Bu mushaf degani Qur'on yozilgan kitob. Qur'on yozilgan kitob. Qur'on degani uning ichidagi ma'no, Alloh nozil qilgan haliqi mazmunlar. Şuna sure barliq mushaf tafsir ve hadislerde bu ismiyle atalgan deyişse şu. Sure nübüvvetning dastlabki mezgilida Mekke'de nazil bo'lgan. Sure dastlabki mezgilidagi nuzul tartiblarining hammasida Abasa surasining orqasiga tizilgan. Bu surening eng baldır deganda risolatning 4-yilga nazil bo'lganligini ko'rsatdi. Bizningcha sure buningdan texim burun nazil bo'lgan. Hattabi sahabelerning suralarini tizganda Qadr suresini Alaq suresining orqasiga tizganligi aytilgan. Yani Subuti itkan degan kitobning 334-beti ekan. Qo'limizga musaflardimi shundoq tizilgan. Hattabi sahabe kelimesi bilan mushaf tartib hayiti tashkil qilgan shaxslarni iymon qilgan. Bu uni biz nazil qildik deki almash bilan o'qu emri arasidagi munosabatni ta'kidlagan qarashdir. Bizningcha mazkur sura Layl va Fajr surasi arasida, ya'ni 12-o'ringa tizilishi kerak. Chunki Layl va Fajr suralari bilan Qadr surasi arasida mazmun jihatdan mazmun bütünlüğü ve uçuk yepik imala mevcut. Mazmun bütünlüğü degeni düşüngensizler. Bir sure ve yeni bir surenin alakası var. Ortak bir, ola birleş bir mazmun ifadeleri demek için. Surenin ana temisi Kur'an vehinin kadri kıymeti hakkında bulup, sure barlık muhatabıga ey insan, Kur'an vehiy nazil bo'lishga başlagan bir kechini bir ömürge 1000 ay taxminen 83 yıl 4 ayga to'g'ri kelmoqda. Tang hurmatga ega qildi. Mana bu vahiy sening hayotingga nazil bo'lib, o'zini senda namoyon qilishga boshlasa, sening umring qancha umrga tang bo'lar demakda. Men doim bizning vatandagi bizga ders vergen edebiyat o'qituvchilarimizga ve başka o'qituvchilarga chin qalbimdan salom yo'llayman, ularni eslayman her zaman. Çünkü ular bizga ders o'tgan chaqda edebiyat derslarida bo'libmi. Bu hikoyaning yoki bu nasr, bu yozmaning markaziy ideyasi nima? Nima demoqchi yozuvchi bizga? Nimani anglatmoqchi? Qanday narsalar bor ekan, qanday o'ylaydi ekan xalq. Bu yozuvchi qanday o'ylaydi ekan? Nimaga da'vat qilmoqchi bizni? Bundan qanday ma'no chiqarasiz? Qanday mazmun chiqarasiz? Nima saboq oldingiz? Sizga nima ta'sir qildi debchi? Bunday savollarni so'raydi. Shunga biz bir narsa o'qisak, shu tushunib o'qishga, undan bir narsa elishga bir mazmun tat, ma'no hayotimiz uchun bir yangilik elishga tirishimiz uchun. Hem de ma yakınның yankısı hem de okumadım hem de mektep görmegen insanlar pek çıkma aramızda. Yani ya ben aşında adamlık uçurap kalandım Facebook'ta okumadım. Bir nersi dese bir gep kısa ya ki Allah ma ayette ma surede manda demekşi dese bula kat'i düşüngülümaydı kendim. Ayga ma barmak ayını köselse ayga karanla kırındaşla dese ayga qaramay barmaqninki uchi qarab turalib yoki bo'lmasa sening tomken, inchikken, kaltikken, uzunken debchi. Mushundaq deb turadigan odamni vakenimchi. Shunga bu bir nima demoqchi, qanday yerda dedi, nima maqsadi dedi, bu hamma narsa bek muhim narsalardanchi. Shu buni bilish kerak. Uni bilmasak, shu o'qi desa yodla deb tushunib bir ömrümüzde şu yodlashga sarf qilmizda. O yodlash emas, maqsad o'qib, tushunib, uni hayotimizga tatbiq qilish. Shundaymi?
Onda bo'lmasa bu Qur'onning bizga foydasi yo'q. Nurg'un Qur'on yodlab olgan, nurg'un axloqsiz odamlarni ko'ramiz. Hech qanday foydasi yo'q uning uchun. Shunga bu axloq Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam axloqi nima edi desa, Oysha onamizdan so'rasa, kana xulqu Qur'on debdi ekan, nima? Onunki axloqi Qur'on edi debdi. Shunga biz o Qur'on şu birden bir kitap la raybe fihi hudel muttaqin degan. Zalikel kitabı, zalikel kitap şunun için elif lam var. Ondan başka kitap yok, şimdi şek şüphe yok kitap. Qancha iş güzellik yildeki yazılgan kitaplarını iyi şek yok bunun dep turasınız mı? Kur'an bilen teng bu dep turasınız mı? Hatta Kur'an'ın üstüne koyuvarsınız mı? Şek bolsa bağınındır. Şunu 6 tane hadis kitap yazgan adam çıktı. Bir-biriga o'xshamaydi. Elish usuli, raviylari, altın zincirleri bağlanan için mademden kesi toprağı, mademden kesi emas deb. Buxariyning ağını başqa almaqlı. Ama işi hech şek şöp olmagan kitap şu Kur'an-ı Kerim. Vaqti kelgan Kur'an-ı Kerimde şüphe qilsalar, qiladi ularchi. Şuna hamdaliqi Kur'an-ı Kerim ishonmagachga, ama shunda onunla işengen bilen onun hakiki yülenmegechga shunda ish chiqadi hamda. Şuna biz bir Kur'an hatta Kur'an kafirlari deb gap qildi necha kunning yo'qsi. Chunki Türklar o Kur'an nimeleri deb sapıqları deb gap topdi uchun. Bizning Uyg'urlar hozir eshib ketdi bularchi Kur'an kafirlari deb. Endi bu qadarmi endi-chi yirginishlik tuhmatlarni chaplashga endi-chi nimandaq o'zingni ishtiyoqliqsiz-chi. Qo'rqmamsizlar qilgan gaplaringda shu lavzingda chiqqan gaplardan-chi bir odamga tuhmat qilishni-chi. Biz Kur'an'ın kafirleri emas, Kur'an'ın işindiğen musulmonlari biz-chi. Kur'an musulmonlari. Şunu Kur'an'a işinimiz, Kur'an'a düşünüşki tirişimiz, her bir insan bu Kur'an okusun, düşünsün. Tamam biz hazır nazil buluş tertip boyunca okup bakalı, Peygamber Aleyhisselam 23 yıl ceryanında kanda özgürlük yasaptıken yeryüzüde, insanlarda, üzüde. Şunu biz gibi inşa kılsın bu Kur'an dedik. Şunu kader geçse de, bu kader geçse de, şu bir kişide nazil bolgan şu kiçe, yani Peygamber Aleyhisselam'a Kur'an nazil başlagan şu bir kiçe, şuna bir ömürdün, yani 1000 aydın köp, yani 83 yılın eşip gittiğinde, aşında kıymetli keçöp ketken gel. Şu bir kiçin aşında kılıp etken bir Kur'an, neymiş ki bizim bir ömrümüzni, bir hayatımızı, birer günümüzü olsun bu şu, kıymetli kılmaydı, kadir kıymetli. Kadir degen şu ölçem degen gel. Kadir kıymet ölçem degen gel. Biz ölçemni, kıymetni nereden alımız? Şu Kur'an-ı Kerim'den alımız kardeşler. Bana bir kayıt okutay, bizning o'qituvchilarimizga burunqi bizga ilm bergan, og'zimiz ilm sağgan o'qituvchilarimizga meshadan ehtirom bildirma, salom yo'llayman. Nimishqa? Chunki ular bir narsa o'qisang, markaziy ideyasini bilgan, nima demoqchi, bu qanday uslub qo'llanibdi, buni ifodalash uchunchi. Shu uslub orqali nima maqsadga yetibdi? Başkalar qanday tushundi ekan, yozuvchi qanday tushundi ekan, qaysi ideyani ilgari surmoqchi ekan, bizda qanday o'zgarish hosil qilmoqchi ekan debchi shularni so'raydi. Ashdan o'rgatgan bizga-chi. Hatta rahmatli dadamma deganda, "Balam, her zaman o'qisang bir narsani-chi, tushunmasdan o'qimagan" deganda. Qat'iy tushunmasdan o'qima deganda-da, oxiri tushunmasdan o'qiganning azabını tatvatıda nurgun insanlar şu. Biz Xudoga şükür şu düşünmesden emas, düşünüp okuşunun ki yolunu tutkaçka bu killerge kilovatımız. Elhamdülillah Allah bizge bu Kur'an'ı düşünüş yolunu, bu metodunu bizge vesile kıldı, bizge bağışladı. Elhamdülillah. Bu doğruda izlengen, kitap yazgan ustazlarga Allah rahmet kılsın. Allah ulanı şer
insanlarınki şerrinden saklasın. Sürenin ana temisi Kur'an vahiyinin kadir kıymeti hakkıda bulup, süre barılık muhatabıga ey insan. Kur'an vahiy nazil buluşqa başlagan bir kişini bir ömürge tang hürmetge yıkıldı. Mana bu vahiy senin hayatınga nazil bulup, özünü senden namayin kılışqa başlasa, senin ömrün qancha ömürge tang bolar demekte deydi. Mazkur surede tilga ilingan kecha xas alda vahiy nazil buluşqa başlagan kechini işaret kılmakta. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Ve ma edrake ma leyletul qadr. Leyletul qadr hayrun min elfi şehr. Şüphesiz ki biz onu yani Kur'an'ı Kadir kıymet keçisinde nazil kılışqa başladık. O Kadir kıymet keçisinin nima ekanligini bilemsen. O Kadir kıymet keçisi şeref ve fazilette min aydın artıqdır. Mazkur surenin ahirki 2 ayeti nazarda tutulganda dünya hayatının bir keçige o'xshatilgan bo'lishi ihtimoldan yiroq emas. Dünya hayatını bir kecha desak, ahirette bu kechining tong sahiri. Yani dünya hayatı bir kecha olsa, ahiret olsa bu kechining tong sahiri. İnsan ilahi yetekçilik bo'lmay turib, bu hayat seferini oңuşlu halda ahirlaştırıp, ebedi saadetke erişenmeydi. İnsan ilahi yetekçilik bo'lmay turib, bu hayat seferini oңuşlu halda ahirlaştırıp, ebedi saadetke erişenmeydi. İnsanga ergeçmeyimiz, insanga emas, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ge ölçemlerge ergeçimiz değil. Vahiy insaniyetke evetilgen yol haritası bulup, insana doğru yolunu körüstüdü. Yakın dep tilgı ilingan ahiret sübhi, ahiret sübhisi yitip kelgende hakikat oturga çıkıdı. Lakin dünya hayatıda hakikatki közünü itip alganlar üçün hakikatning ularga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Endi gap qilsa gap anglamaydiganlar bilan amal yo'q hamda. Çayni quyman desak, istakanning yoki chinning og'zi usti qarab tursa, o çay quyiladi. Shu dum keltirilib, qo'ng'ini qilib qo'ysa, uningga çayni qo'ysak tushmaydi, kiymaydi ichiga. O'shalarga daryoga suv ag'ilib, suv olmay kelgandekli bir ish, o'ydakka suv yo'qmagandekli bir ish endi. Mana bu vahiy dünya keçisi ahirleşip tang atqıça ebedi huzur, hatircemlik ve şatlıkның yetekçisidir, resmidir. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ver ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emr. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Sadakallahul azim. Periştiler vahiy bilen birge o keçide düşüdü. Rabbinin izni bilen hayatının her sahasiga münasibetlik, tarifsiz bir şatlıkның resmini elip gelidu. Bu halat tang atqıça davamlaşıdı. Onundan keyin işiniş ve yaşaş pesli ahırlaşıp, körüş ve husulunu yığış pesli başlanıdı. Allah bizni bu dünyada hayat ikinzarlıqıga küçünün yetişçi ecir kılgan ve husul zamanıda Allah'ın rahmeti bilen mol husul algıçılar katarıda kılgay. Amin. Kadirli kırındaşlar, Allah sizlerle razı olsun. Biz bu Ramazan yazmaları, Hecr Risalesi'ninki Ramazan yazmaları da bir kitap bulduğum. Aş kitabını tercüme kılgan, tövbe 3-4 yıl burungu deyme. O kitabını yine şu Facebook'ta izleyenler, Tor kitapta izleyenler bizimki kitap paylaşka yerimiz çıkıyordu. Aşağı hep koyduk. O kitabınki nime Android nuskusunda Ramazan yazmaları da aş kitaptan paylaşanlar buludu. Şu kitapta asaslığı şu Ramazan'ınki kandaksın, nemiş ulu oğallığı, Kur'an'ınki bizden hayatımızda kandak tesir gösterdiği,
Peygamberlerinki, Peygamberimizin ve sahabelerinin hayatta qanday ta'sir ko'rsatganligi to'g'riliq mazmunlar bor, tahlillar bor, foydalanib qolsanglar bo'ladi. Ondan başqa kişilerninki, başqa yazğıcılarning, olimlarning kitoblari bo'lsa, aslida tercüme qilsanglar, yoki bo'lmasa o'qisanglar bo'ladi. Biz kitobni o'qima demaymiz. Allah o'qu debdikan, lekin oxirida bor Allah'ın ismi bilan o'qu. Shunami ya? İqra bismi rabbikellezi xalaq, xalaqal insana min alaq. Alaq degan shu aloqa, muhabbet degan gapni bildirdikan. Şunlaşqa bir-birimizga Allah bizni shu muhabbet bilan yaratibdi ekan, muhabbet uchun yaratibdi ekan bizni uchun. Şu bir-birimizga bo'lgan o'xshamagan fikrlar yoki bo'lmasa biroz ko'rish farqlari bo'lib qolsa, onu sig'dirolmaydigan, chidayolmaydigan yoki shu ama shunda uxlayolmaydigan kechisi, amanda ishlar bo'lmasa Allah, yaxshi armansanglar, xotirjam bo'lsanglar, demasanglar, üzerlerindeki meşgulatları bilen bolsanglar, okuyduğunlar okup mansanglar bu komünist Xitay bizni özünün ideyisi komünist ideyige tınıp başka bir ideyenin, başka bir düşünceninki yol koyuluşuğa, terakki kılışığa yol koymagandek bu silama hem de çok kopap başkaça bir düşünce, fikir yani Kur'an'ı merkez kılgan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini toğru ergilişi davetkan, bunda yeni bir fikirlerini, yeni emez bu aslında çünkü burundan tatlı bab inerse, bununla çiğdiyanmay, üzerine buğvağa da köp kessenler, valla bulmaydı hem de şu. Şuna sabır kılınlar, okunlar, köpürak şu, izininler, tefekkür kılınlar. Hem işini kural bilen, ya olmasa güç bilen, yoki bo'lmasa boshqa bir narsalar hal qilman degan olmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinani qurol bilan fath qilmagan, oldi bilan shu Qur'on bilan fath qilgan. Qur'oni Karimni o'rgatgan, Qur'oni Karimdanki risolasi kirmagan uy qomidi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan chaqda, undan keyin Madinaga kelgan. Makka qanday fath bo'ldi keyin uni o'zinglar izlansanglar, yaxshi kitob ko'rsanglar bo'ladi. Makka fath bo'lgandimi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning boshlari shu hijolatdan tuguninki lo'kisiga tegib ketdi deydi. Ko'zlaridan yosh oqatdi deb shunday rivoyatlar, hadislar bor, qarindoshlarim. Shu bu fetih hamda insoniyat tarixidagi eng buyuk ishlardan birisi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fath qilgan, g'alaba qilgan, muvaffaqiyat qilgan, ammo muvaffaqiyatda qilcha o'zini yo'qotib qo'ymagan. Afsus, o'zini texama tuvan chaqlab, texama tuvan qilib, ashidan muomala qilgan. Allohga shundan shukrisini ifodalagan. Qardoshlar, shunday Musa alayhissalomga Firavunga nayt latif qurish, nayt yaxshi, chiroyli so'zlar bilan gap qilgan degan bir Allah subhanahu taala o'zinglarningki masalan bizni Qur'on kafirlari debseler, biz Qur'onning musulmonlari elhamdülillah o'zini musulmon deb, ya'ni Qur'on Karimda shu 5 xil narsani rad qilganlar kafir, qolganlari musulmon deyilgan uchun biz uni rad qilmaymiz, hammasi ishonamiz 5 iymonga. Sizlar 6-cı imanını qo'shib olgan taqdirdami? Shunlashqa biz o'zimizni musulmon deymiz. Bizni musulmon deb qabul qilamiz, qilmaymizlar. O'zingizning ishi, biz hisobni Allohga beramiz. Shunga mushug'ul o'ginishlarni davomlashtirsak, qarindoshlar, o'zingizga bek rohasiz bo'lib, o'zingizlar qaynab, oxirichi qaynagan chaynak teshig'i tashidi hamda-chu, boshqa yerga tashmaydi. Shunga salomatliklarga diqqat qilinglar. Allah sizlarga Qur'on bilan hidoyat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Agar bu kitobniki turkchisini o'qiyman desanglar, turkchisini topa olaysizlar. Uyg'urchasini o'qiyman desanglar, uyg'urchasini bizniki torbetidan tushirib olsanglar yoki bizga desanglar, ibatib bersak bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Juma muborak bo'lsin.